Assalomu alaykum aka ukalarim, yaxshi dam oldinglarmi? Xayrli tong. Juma yo'minglar bilan. Mana bu ko'rib turganinglar, xullas Qoraqalpoqdan 8-kunimiz deganmiz. Mana bugun 11-kunimiz bo'lib ketibdi. Vaqtda chiqaramyapmiz, yo'lda charchab qolyapmiz, dam olyapmiz. Shu Qoraqalpoqdan ketib, shuga kelib shuni quydik. Undan so'ng buni quydik. Buxoroga kirib, undan keyin Muborak deb qo'yibmiz. Muborakdan G'uzorga yetib bordik. Buni quydik. Undan so'ng biz kecha Bo'sun tog'laridan aylanib qoldim. Shuni evaziga Bo'sun tog'lari bilan tushmoqchi bo'lganman Termizga. Yana yo'l bekiga qaytib berdim, buni quydim. Keyin yana buni quydim, hali e'tiborga qarshi deb. Keyin Termizda yurib, Termizdan hozir Qumqo'rg'on degan joydamiz. Shuni quyib olib, hozir biz Sarosiyo tarafda ekan, Sangardak sharsharasiga qarab yo'l oldim. U yog'ini yana qancha kelsa chiqaraman. Mayli, yaxshi dam olinglar, sog' bo'linglar.